Hristiyanlarni cherkoviga kirdik. Ko'z bilan ko'rgandek tiniq olmayapti kamera. Qizim yonidan o'tib qoldik. Qiziqib kirdikda. Nimalar bor ekan ichida deb. Qanaqa qiziq narsalar bor ekan deb. Odam yo'q ekan bu yerda. Bu ne rasm ekan. Mana bularni mana minbar ekan. Hozir bitta xola kirib chiqib ketdi. Svecha yaqinlar ekan. Shunaqa joylar bor ekan. Ona молитва перед Астанайской Почаевской иконой Божьей Матери debdi. Aha. Bu yerdami? Tashqarisida o'qisa bo'ladi, rasmlarga qarab o'qib bo'lmaydi. Biz uchun namoz. Shunaqalar bor ekan. Bular nima ekan? Tushunmadim menchi. Mana shunaqa ibodatlarda yozilgan bo'lar ekanda. Bu yer nima ekan? Nima ekan? Hozir ko'ramiz. Debdi. Rojdestvo debdi. Sahran. Yo'q, tushunmadim men. Eski rus tilida yozilgan shekilli, harflari boshqacha ekan. Modimi, medodimi deb yozilgan ekan. Nima? Sveshmuk deb yozilibdimi yo sveshmukmi? Eski bu tilni men tushunmadim. Bu rus tilini lekin o'qishni bilaman. Молитва перед иконою Божьей Матери, неупиваемая чаша. Chiqadigan joy bor ekan ikkinchi etajga. Qayerda? Chiqqing kelsa chiqib tushar o'ynab. Qani bor ekanmi?
tepasiga chiqib ketyapmiz. 3-etaj, 4-etaj ekanmi? Baland ekan juda. Tikka ekanda litsenziyasi oyoqda ortib boryapti. Mana mashin, undan tepasi tomiga chiqib ketasan. Qo'ymayapsanmi? Mana tepasiga chiqib oldik. Bu yer nima ekan? Ha? Ha, yo'q, nimaga sinadi? Qo'rqma-ye. Sim ketmaydi, qo'rqma. Bu nima ekan mana? Joy. Bu yerda ham anaqa o'qishadi shekilli-da. Aşağı minbar turibdi. Mikrofonlar. Mana bu yerdan ko'rib ol pastlarda mana. Qo'rqinchli bo'larkan. Duh upal bo'lyaptimi? Qo'rqma. Ha, mana kafelar tirq-tirq ketar ekanda. Qo'rqma, bu yerdan ko'rib ol. Lekin pastga qarasa haqiqatda katta odamni ham yuragi shuv etadi. O yerda bundan baland joyi ham bor ekan. U yoqqa agar chiqsa